Assalomu hammaga. Bugun sizlarga tikuv mashinamizni overlockini terishni o'rgatamiz qo'ldan kelgancha. Buning uchun sizlarga iloji bo'lsa 11, iloji bo'lsa shurpayor yoki figurnatorga 10 kg, 14 kg. Haydaqa shestiklarni turlicha oldi. Birinchi o'rinda hamma mashinamizdan chiqadigan shunaqangi noshkalari bir xil mashinadan chiqmasligi mumkin. Addenli bag'da cho'ntayda g'alatonda bo'lishi mumkin. Qatirolni to'ralasiga bu mashinamizda o'zida qatirliq ekan. Endi shu bel sohalarini qatirishga boshlaymiz. Yaqinroq keladi. Birinchi o'rinda shu joyi tepaga pastga bo'ladi. Bittadan tushirib qatiydi shu joylariga. Imkon boricha bu joylarini qattiq tortib qo'yilinsa yaxshi bo'ladi. Sabab mashinaga eng kuch keladigan joyi shu. Biz shurpayorda qatirib turamiz. Kelgan qo'limizdan kelgancha imkon boricha shunaqangi narsada tortib qo'yamiz. Sabab bu bilan shurpayorda ancha farqi bor. Shurpayor prosta ilashtirib bersa bu qattiq qilib tortib beradi. O'zlaringga. Bu joyi past-baland qilinsa, bo'yi pastroq singillarimizga sal pasaytirib olinsa bo'ladi. Bo'lib balandroq bo'ylari balandroq opalarimizga ko'tarib olinsa, o'zlariga moslab. Va kelgan mana birinchi buni qatirilgandan keyin bel sohasi. Bu orqa tomondan mana turganimizda shu yozuvni o'ziga qaratib teraveradi. Og'darganda to'g'ri bo'ladi. Sizlarga teskari ko'rinyapti, lekin og'daramiz bu stolda shunda joyiga keladi. Bunga ham 2 dona shunaqangi shurupini qatiramiz. İkinci ayağını yap. Xuddi narigini qanday qatirgan bo'lsa, buni ham shunday qatiramiz. Eng oxiriga olib chiqib biz qatiryapmiz. Kimga qaysi bo'yi to'g'ri kelsa, o'ziga mosla qatirib oladi. Buni ham shunga o'xshatib belini qatirib oladi. 2 dona shunaqangi shurupi bo'ladi. Va bu tayyor. Endi navbat buni oyoqni osmondan qilib qo'yib olamiz. Va shunaqangi oyog'ini qatiradigan temiri chiqadi. Bir xilgisida mana bu narsa tayyor shunaqangi chiqmaydi. Addenli shu cho'ntagida bo'ladi. Bunaqangi temiri ham qo'yib qatiriladi. Bularda o'zida tayyor. Joy-joyga qatirib qo'ysak bo'ladi. Ikki tomonda ham ilashtirib olingandan keyin qatirilsa ancha yaxshi bo'ladi. Chunki bir tomonda qatirib olinsa to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Va keyin bunda 2 dona shunaqangi pedal chiqadi. Bunisini qatirish yaqinroq olib kelasan. Bu tomondan o'tib olgan odamga birinchi teshik emas, ikkinchisini boshiga shunday qilib buni qattiq qilib qatirib olinadi, ikkinchisini qattiq qilib qatirmaymiz. Buni faqat shunday ilashtirib olamiz. Va keyin mana shu joyini kichkina pedalini bitta bunga kirgizib, bitta bunga kirgizib, to'xtagandan keyin buni qatirib qo'yamiz.
va shu joyda tekshirib qo'yasiz. Mana bu narsa yengil shunday likillab turish kerak. Agar qattiq qolgan bo'lsa, mana uni olib yana jicha orqaga surib qo'yish kerak. Sabab bu yengil bo'lmasa, bu lapkani ko'tarib qaytarish kerak bo'ladi. Og'ir bo'lib qolsa, noqulay bo'ladi. Ikkinchi pedalni temiri yana shuni ushlayapman. Bu joyidan oxiriga ikkinchi pedalni temirini qattiq qilib qatirib olamiz. Endi ikkinchisini bitta joy tashab bunga qatiramiz. Joy tashlash sababi narigi pedalimiz sal kichikroq bo'lgani uchun bitta joyga qatirganmiz. Bu pedalimiz sal kattaroq. Yana bitta narsani aytib o'taman. Mana bunaqangi temiri отдельный bu cho'ntakning ichidan chiqsa, mana shu joyiga qo'yib, bunaqangi teshiklariga qatirib olinadi shunaqangi temirini. Bunda o'zida qatiriliq, svarkalaniq tayyor kelgan. Yana bu joyini ilib, mana bu temirini oxiriga olib chiqamiz. Va qatirib. Mana qarang, endi noto'g'ri qildim, chunki qisib bo'ldi. Endi gazni bosganda oyoqda olsa ham pedal qaytmashi mumkin. Mana shu joyini yengil qilib qo'yiladi va mashina tikishda chevar qiynaladi. Endi bu joyini olamiz. Doskalarni joyga olamiz. Doskasini aylantiramiz. Shu to'ralar teshigini o'zini bo'zlari bor, shularni olib shu rezinka shunaqangi temir va podonni olamiz. Shu joyda sizlarga bitta bolg'a shunaqangi shestigranli 6 qirrali kuluch kerak. Imkon bo'lsa, buni ustidan rezinka qo'yib urinsa chiroyli bo'ladi. Podonni e'tibor berilsa, bu joyi uzun, eng uzun tomoniga qo'yiladi. Shunaqangi rezinka Babaxo'ylisida shunaqangi temiri ichida bo'lmaydi rezinkaning ichida. Bu rezinkaning ichiga tiqiladi. To'rala teshigiga shunaqangi rezinka tiqiladi. Mana bunaqangi rezinka chiqadi. Bu tepa qismiga poddonni teri bo'lingandan keyin qo'yiladi. Bularni bunga aralashmaydi. Keyin har bitta boltga bitta shunaqangi shayba va bitta rezinka. Bitta shayba va bitta rezinka. Endi bir xilga mashinada bor, bir xilgisida yo'q. Yo'q bo'lsa, shu shaybani o'zi bilan shu joyiga qatirib olinadi. Endi hozir bizning mashinamizda bor ekan, shunday qilib mana shaybasini orqasiga qilib chiqazib 4-5 marta aylantirib buni ilashtirib yuborilsa, hammasini qatirib bo'lingandan keyin shestigranli 6 qirrali kuluchni tortib olinadi. Mana qo'yib ketyapman. Buni ham ilashtirib oldik. Endi ikkala tomoni yana shunday qilib yana qo'yapti. To'rala tomonini ham shu ketishda ilashtirib olib keyin shunaqangi kuluchimizni qo'yib olinadi. Iloji boricha qattiq qilib qatirib qo'yingizda yaxshi bo'ladi.
gaplashuvdi-yu telefonda. Asrdan keldi mashinani arab qo'ygan. 15 yillik ishdan o'shanga hozir telefon qo'ydim. Telefon qulagidan o'chiq ekan. Hop, shu joyini qatirib bo'lingandan keyin shu joyiga iloji bo'lsa axlat tushadigan musurkasi bor. Buni ham qatirib olamiz. Arabkasini o'zidan ol. Buni qatirish uchun o'zida mana shu kelyaptini o'zida shunaqangi turib chiqadi. Buni qatirishda ham bir zo'r yo'llari bor. Iloji bo'lsa mana shu joyiga mana bitta shuruq qatiydiganchalik tekis qo'llanarsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir sizlarga qo'limda ko'rsatib shuruq tusha olmas ekanman. Mana qisqalg'ashi joyiga ushadi. Bitta bo'ltini qatirdim. Mana ikkinchi shurubini ham qatirdik. Endi mana uchinchisi va yana to'rtinchisi ham bor. Shu joyida e'tibor berasizlar. Mana shu joyida yana bitta bo'ladi. Buni qatirilmasa mana shu joyi ko'p sinib qoladi. Qatirib olsa mana shu joyi ham zo'r bo'ladi. Mustahkam. Endi mana shu 3 ta shurubni ortib olyapti. Buni tepa qismida mana shu ustiga qatiriladi. Endigi navbat berib bo'lgan oyog'imizni buni ustiga qo'yamiz. Va buni o'zini shunaqangi o'zini shurublari bor va razmeri bor. Buni o'lchab olinadi. Iloji bo'lsa metrda o'lchab olsang, biz shurupotimizni metr qilib olganmiz. Shunda qatiramiz. Orqa tomonni bitta o'lchadim. Endi siz bu tomonga o'ting. Endi shu joyda mana bu oyog'i bunaqa bo'lib qolishi mumkin-mi? Qiyshiq mana. Bizda nagilar qatiriladi, mana tekis qildik. Xolasalaring bu joyi bilan o'lchab, bu joyi bilan o'lchab qatirsalar ham bo'ladi. Qatirdik. Endi bu tomonda oyoq. Bu oyog'ini ham shurupotimizga biz ham moslab qilamiz. Endi shu oyog'ini ham mana endi ko'rib turibman, sal qiyshiq mana. Bu tomonga sal tortib qatirib olamiz. Endi bu oyog'i qatirib. Endigi navbat cho'ntagiga, g'aladon. Buni shunaqa ikkita relisi bo'ladi cho'ntagini. Buni ikkala mana shunaqangi to'xtaydigan joyi bor. Tegizib olib, yoskani bag'iga chiqazib yuborilmaydi, jichcha zazor ichiga olib qochib, o'zidan shunaqangi shurublari chiqadi. Qatirib iloji bo'lsa orqa tomonini qatirib, to'rala tomonini qatirib olinsa, cho'ntagimiz og'irmi, qattig'imi, yo'q bo'shmi bilib olsak bo'ladi. Mana hozir buni holatiga chiqib kiryapti. Bu yaxshi. Og'ir bo'lib ketsa, shu joylari ichkariga bir-biriga siqib yuborilgan bo'ladi. Buni to'g'rilaymiz. Endi mana o'rtalarini qatirib tekshirib qo'yamiz. Oddiy shu cho'ntagini o'rnatishda anchagina e'tibor berilsa, bu ham keyinchalik chevarga qulaylik keltiradi. Noqulaylik keltirish uchun mana qisib qo'yilsa, bu ham chiqib kirish qiyin bo'ladi. Endigi navbat bu ham bir asosiy ishlaridan bunaqangi mashinamizning pedali bo'ladi. Bu har doim katta pedalga ulanadi. Ulanayotib shu teshigiga mana deylik moslab, buni ham manaki qo'yilmaydi bunaqasiga. O'ziga moslab qilib qo'yiladi.
Bu o'zini shunaqangi shurublari chiqadi. Agar chiqmasa shunaqangi qora samarangizda qatirsa ham bo'ladi. Bu ikkita belbog'i bo'ladi, ikki dona shunaqangi simi bo'ladi. Birinchisini mana qilyapmiz, buni qatirishga 10 kg kerak. Bu qatirdi. Endi bunisini qatiramiz. Bu ko'p mashinamizda bunaqa gaygasi o'zida chiqadi, biznikida bu tushib qolgan ekan, qatirib olyapmiz. Mana birinchi gayga qatirdi. Buni joyiga tutib, shaybasi bor qo'yib, shunisini qotirib olamiz. Va keyin 10 gulishni yaxshilab tortib qo'yamiz. To'xtatib o'zi, va keyin bu tomonga o'taymiz. Shunaqangi belbog'ini qatirishda ham juda katta ahamiyatga ega. Shunday qatirib qo'ysa, bu joyida gaz bosolmaydi. Buni bittasi mana teparoqqa ko'taramiz va keyin rosa tekizdan sal pasaytirib qo'ysak, nisbatan pastroq bo'lsa, gaz bosish mana bunga o'xshab. Bu to'g'ri chokimiz, bunda ikkinchi pedali yo'q. O'zi gaz bosish osonlashadi. Shunaqa qilib qotirsa yaxshi bo'ladi. Mana shu bilan Averlo mashinamizni tagi qismini yig'ib oldik. Imkon bo'lsa shunaqangi kulish bo'lmasa 14 kulishda shu joylarini tortib qo'yiladi. Bizda endi shunaqangi kulish bor. Tortib qo'yamiz. Va xohlasa Averlo mashinamiz doskasini yig'ib oldik. Endi haligida aytganimizdek, shunaqangi 4 dona rezinkasini joyi bu tomonga o'tadi. Bunda bittasida temiri yo'q bo'ladi. Birinchi temiri bori, ikkinchi temiri bori. Mana shu joyda qiyin tushishi mumkin, bir xilga odamda og'ir tushishi mumkin. Iloji boricha yaxshilab shu joyini qo'yilsa, mashinani asosiy ushlab turadigan joy. Va yana miqi borini shetiga. Miqi yo'g'ini chap tomondan birinchisiga qo'yiladi. Miqi o'zi joyi bor. Qo'yiladi mana. Buni ham joyi. Men uni ko'pchilik mekka qo'yib oladi, mekka tushmasa ekani o'zi mekka qo'yib oladi. Unda Averlo o'rnashmaydi. Ha kelgan haligi plasmassa joyi. Bu joyini ham ehtiyot bo'lib qatiriladi, chunki bir tomonni e'tibor bermay bu tomoniga qatirib olinsa, bu tomoni ochiq bo'lib shurib tusha olmay qoladi. Shuning uchun cho'la joyi ham doskaga to'g'ri kelgan bo'lsa, keyin qotirib qo'yiladi. Endi mashinamizni olib qo'ysak bo'ladi. Mashinamiz ichidan shunaqangi moya chiqadi, ichiga quyish jarayoni ham ko'rsatadi. Mana shu joyida mashinamizning shunaqangi oyog'i va keyin mana shunaqangi joyda teshigi bor. Shu joyiga tushirib olamiz birinchi o'rinda.
tomoni tushdi, endi orqa tomoni tushdi. Endi bag'ir. Endi bu joyi ko'rinadimi, ko'rinmaydimi hozirlar? Ko'rinmas ekan. Ko'rinmas ekan. Shu joyida ham bir teshigi bor. Hozir avvalroq qiyshiq turibdi. Buni joyiga tushiraman. Mana endi overlockimiz joyiga tushdi. Bemalol ko'tarib, bo'ladi. Yo'q. Overlockimizni bir xilli mashinada shunaqangi rezinkali joyi bor. Mashina ochib, yog'ini o'zini maxsus shunaqangi idishi bor. Yog'ini shu joyidan hammasini quyib yuboradi. Bir xilli odamda bunaqangi teshigi bo'lmasa, mana bu shishasini bo'shatib ham ochib quysa bo'ladi. Ikkosi ham bitta joyga ketadi. Yo'q. Mana endi shunaqangi sima отдельный chiqadigan bor. Bunda отдельный chiqdi. Buni ham ulashib ko'rsatamiz. Mashinaning o'zidan bir dona shunaqangi sim chiqadi va shunaqangi jicha kemtiy joyi bor. Bunda tekis joyi bor. Shu joyi bir-biriga tekis bo'lib yopiladi va bunda qotirib qo'yiladi. Mana endi bu joydan pedali bor. Shu joydan mana shu pedalining simi bor. Bu gaz boshlaydigan bir xil odam motor deydi bu pedali. Shuni simini olib hamma shu joyiga e'tibor bermaydi. Shunaqangi stekeri bor. Bu joyida qisib oladigan steker joyi bor. Chiqib, shu joyi o'zi. Endi mashinamizni bir oyog'ini qatirgan bo'lsa, bir oyog'i bo'sh turibdi. Bu zanjir, lapga ko'tarish uchun zanjirini ilib oladi. Buni ham ko'rsatib o'taman. Orqasiga o'tib. Shunaqangi joyi bor. Mana ilib olinadi. Bitta qo'lingizda zanjirga choptiring hozir. Pastki tomonidan shu ilgayini ilib, zanjirni eng oxiriga ilib, mana shu joyini yana qaytarib qisib qo'yilinsa, ha deb tevar bosganda ketadi. Va keyin zanjirni shunaqangi rosa oxiriga tortib turib, buni ham ilib qo'yamiz va buni ham qo'yib qo'yamiz. Endi shu joyda buni vazifasi, mana e'tibor berasizlar, laptopni ko'tarib tushirib beradi. Bunisi gazi zizlab yuraveradi. Endi ip qo'yadigan stoykasini terishni ko'rsatib beramiz. Kerakli bu. Tipa qo'tolar. Averloda to'g'ri chokka nisbatan instrument ko'proq bo'ladi. E'tibor berib qo'yasizlar. Averlo mashinasida shunaqangi ip o'taydigan joyi bor. Bu tepa qismi bo'ladi. Bunaqangi unga nisbatan kattaroq temir joyi bor. Bunda bunaqangi ip o'taydigan joyi yo'q. Shu sababli Averloda tagiga shu ko'z qatar. Tagi qaysi deyilinsa, tagi doskaga shu joyiga qatiriladigan temir tagi bo'ladi. Bunga shu temirimizni sal pastroq qilib qatiryapmiz. Endi bunisini teskari tomonidan shunday qilib qatirib qo'yiladi. Va bu ip o'taydigan ingichkaroq temirimizni shunday qilib mana qatirib olamiz.
Endi qolganini bu joyiga qatirib olsak osonroq bo'ladi. Bitta shayba va bitta rezinka doskani ustidan tushadi. Sabab rezinka doskani ezib qo'ymaydi. Bitta shayba bitta gayka tagidan qatiradi. Iloji bo'lsa 11da tortib qo'yilsa osonroq. Ikkala temirimizni ulagani shunaqangi belvog'i bor. O'zi ikkala tomoniga tushsa, mana birinchisi to'xtaydi, ikkinchisi ham shu joyda to'xtaydi. Ha bu ikkosini bir-biriga, bu ikkosini bir-biriga to'g'ri qilib qotiramiz. Tayyor. Endi ip qo'yadigan shunaqangi xarirgachalari bor. Ularni qilib daxilgasida sal boshqacha, bunda tepasidan kirgizib olinadi. O'zini kirib oladigan temirga, plastmassaga tushib oladigan joyi bor. Mana birinchi teshigiga qatiryapmiz. Tagidan o'zini bir dona shaybasi bor, shuni qo'yib qatiramiz. Tepadan olib turamiz. Turadi. Keyin shunaqangi gubkachalari bor. Ularda qo'yib qo'yilsa, g'altay babina qo'yganda taraqa bo'lmaydi. Ancha dovushni ko'zida yo'qotib beradi. Va keyin shunaqangi ipni ushlab turadigan plastmassalari bor. Ularni qo'yib qo'yamiz. Shu joyda bitta xato qilganmiz. Averli mashinamizda shunaqangi plastmassasi bor. Biz qo'yib o'tib ketmayapmiz. Buni yana bo'shatib tepaga chiqazib, mana bu narsani boshida ham mana shu joyiga kirgizib olsalaring, menga o'xshab bo'shatib o'tirmaysizlar. Mana bu oxiriga qo'ygan temirimizni plastmassamizga shu temirini suqib olamiz. Buni sal teparoq qolib buni shu joyini uchiga bunaqangi teshigi bor. Yaxshilab daralansa kirib oladi. Yaxshilab tiqib qo'ygandan keyin mashinani ip kelishi uchun rosa o'zlaringga moslab, mashinaga moslab, rosa to'g'ri kelgandan keyin har bitta joyda shuruti bor, qatirib qo'yiladi. iplarni o'tkazib, bemalol averlarga o'tkazib qo'yib ishlaring mumkin. Shuncha terlab pishib sizlarga shu narsani o'rgatganimiz uchun iloji bo'lsa shu videoda tanish bilishlarga tarqatib, bizga obuna bo'lishni unutmaysizlar, like bosib qo'yasizlar. Sanzorlaring sog' bo'lsin, yaxshilikda ko'rishaylik.